Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kirib kelayotgan muborak Ramazon oyi bilan, u oyning kirib kelishi bilan tabrik etishga ijozat etgaysiz. Butun dunyo musulmonlari qatori bizning vatanimiz musulmonlari ham bu yilda orziqib kutgan ulkan munosabat Ramazon munosabati kirib kelishidan bag'oyat baxtiyormiz. Albatta bu muborak oy yilda bir keladigan qulay fursat, barcha mo'min musulmonlar boshiga soyabon bo'lib, Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lib, marhamati bo'lib, barakoti bo'lib kirib kelmoqda.